Qoriya surasi Makka da nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Qoriya zarba beruvchi, ya'ni qiyomat. Zero u insonlar qalbini larzaga keltirib vahimaga soladi. Surada mahshargohdagi odamlarning ko'rshapalaklar kabi to'zib yurishlari, tog' toshlar shunchalik og'ir jism bo'lishiga qaramay, Allohning amri bilan to'zigan yung kabi to'zonga aylanishi kabi qiyomat hodisalari tasvirlanadi. Ana o'sha kuni kimning amal tarozisi og'ir kelsa baxtli, yengil kelsa baxtsiz bo'lishi va do'zaxga mahkum etilishi ta'kidlanadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. U zarba beruvchidir. Zarba beruvchi nedir? Ey Muhammad, zarba beruvchi nima ekanini sizga ne ham anglatur. U qiyomat kunidir. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. U kuni odamlar to'zitib yuborilgan ko'rshapalaklar kabi bo'lurlar. Tog'lar esa titilgan yung kabi havoda uchib yuradigan bo'lur. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Bas endi o'sha kuni kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari og'ir kelsa, ana o'sha qoniqarli maishatda, jannatda bo'lur. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Ammo kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari yengil kelsa, uning joyi do'zaxdagi jarlikdir. وما أدراك ما هي نار حامية. Uning nima ekanini sizga ne ham anglatur. U do'zaxdagi lovullab yonuvchi olovdir.